Ağalar sezon geldi. Nav sezon deydigan bo'lsangizlar, bilasizlar, issiq chiqishi bilan baribir hamma niyat qilib qo'yadi o'zini uyini remont qilishini. 20 yillik staji bor Sumboya bilan bugun o'zini qilgan ishlarini bir chetdan ko'rib chiqamiz. Avvalambor og'a, yaxshimisiz? Sog'lom. Bu uyimizda nav ishlar qilindi. Bir chetdan ozgina o'zim tushuntirib o'tay. Bu uydan noldan shu tay shu podkulish ishlar qilindi. Shu devorni polni, malyarkasi, patolokni ishlari, lipkalari, atachenta ishlari, polni laminati hamma ishini qilib berdik. 10 mingcha kvadrat qilindi remont. Shunda kvadrati 500 kvadrat ber, umumiy yer maydonida joylashgan kvadrati 500 kvadrat bu uyimizni. Shu yerda общий umumiy xonalari 10 dona xona ishlangan. Bunun içinde dalan, zali bor, keyin spalni, kuxni hammasi chiqib chiroyli bo'lib ishlangan. Qarang, buni necha kunda yoki chayda o'tib bo'ldingizlar? Buni общий bir 3 oyda bo'ldik. 3 oyda bo'ldingizlar. Noldan polni shu podkulish ishi ahvolina kelincha 3 oy ketdi. Men kirganimdan keyin bir narsa e'tibor berdim. Birinchi bedaz lyustra, ikkinchi esa meni bu ko'zimga tushgandan esa bu zinasi bo'ldi. Zinasidan tashqari har bir detallarni e'tibor berib, har bir burchakdan foydalanadi deysizlar-ku. Bir eng zo'r tarafi mana shu yerga yoqdi, qarang. Ya qarang. Bedaz ko'p odam o'ylashi mumkin, buni dizaynni qilib, prosta qilingan deb, lekin bunga nov ishlar qilindingizlar. Bunda shu masalan bo'shatgan yerlar bo'ladi-ku, foydalanib bo'lmaydigan yerlar. Shuni biza iloji boricha bundan bir foydalanib odamlar hozirgi kunda har bir detaldan unumli foydalanish maqsadida shunday etib barabatlik dizayn. Как kichkina mini shkafcha deyim bo'ldi. Undan tashqari faqat shkafcha emas, og'alar bu yerda o'zini oddiy kichkinagina kichkinda o'zini nima deydi, eshikchasi bor ekan, u yerdan ham skaltatib foydalansangizlar bo'ladi ekan. Bu yana zalimiz hisoblanadi. Bu yerda etilgan ishlar polni patolokni, gipsokardonni urib, tiagalarni ishlab, atachenta nalarni urib berganmiz. Devorlarni ham alohida e'tibor berasizlar. Ramkalar ishlanib, atachenta turlovlar ishlangan. Ajoyib. Bu yerda yana bir zo'r dizayn ishlangan maslahatimiz bo'yicha erkaklar bu yerdan kirib chiqadi. Dalam bu yerda. Erkaklar bu yerdan alohida kirib chiqib, bu yerda o'tirib, masalan, yana toza havo chiqaman bir boshqa tomon desa, iban tarafda yana bir chiqaverishimiz zonamiz bor. Bu yerdan chiqib ham. Demak, boshqa zalga chiqib turib, noqulaylik tug'dirmaslik natijasida bu yerdan adem o'zidan eshik atilgan yana bir. Dizayn bo'yicha shunday deb bir maslahatlashib egasi bilan ideya etib ko'rsatganmiz-da. Tushunarli. Mashina. Zalimizda yana chiroyli etib oboylarni ishlab berganmiz. Atachenta oboylarni buni yana shu stiklardan ham bilsangiz bo'ladi. Umuman bilinmaydigan etib ishlangan stiklar ham xonani qo'ldan kelgancha yarq etib ishlaganmiz. Ko'zni xaritmaydigan etib shu uyni egasi bilan maslahatlashgan holda ko'p odam ko'zi og'rib ketadi ya bir xonaga kirgandan keyin shuni biza qo'ldan kelgancha egasini maslahat berib, buni bir shunday svetlari bor yarki. Odam ko'zi charchamaydi, o'tirgan vaqt kallasi og'rib qolmaydi. Aytib o'tamiz, klientlarga tavsiya etib o'tamiz. Bu yana ikkinchi etajimiz bo'ladi. Ikkinchi etajning dalanida yana neoklassikadan foydalanib, patologlarni alibastirlar bilan chiroyli etib ishlaganmiz, figuralarni berganmiz. Keyin bu yerda spalni, ikkidan spalni tushgan, bu tarafda zalimiz tushgan. Ajoyib etib hamma yerlari proyekt bo'yicha ishlangan. Hozir men remontni ko'ribman-da, adashmasam har bir burchagidan unumli foydalanasizlar, to'g'rimi? Hech qanday bir ortiqcha narsa yo'q, bu yana yo'q-da, hammasi o'zini xos bo'lgan. Bu remontlarni juda ham yaxshi qilgansizlar va dizaynlar o'zlaringiz o'tasizlar, adashmasam, to'g'rimi? Yoki uyni egasi berami, chiqoladi? Yo'q, endi biza o'zlarimiz ham qo'ldan kelgancha dizayn beramiz, maslahatlarni berib boramiz. Shunga qarab uyni egasining xohishini ham qarab ishlab beramiz. Ayollarimizning eng yoqimli joylaridan biri bilasiz, ijod qilgan joyi bu oshxona hisoblanadi. Oshxonada boshqacha dizayn qilingan deb aytib o'tdingiz, ozgina tushuntirib o'ting. Bu yerda yana patologimiz ham neoklassika ishlangan, o'rtasina figura shakl berganmiz. Eng o'rtasini qora svetlar bilan oq svet ikkisini aralashtirib chiroyli ishlanib. Devorni o'g'li bilan qilgansiz. Devorni oboydan ishlangan devorimiz, dekoratsiya oboy bu, chiroyli etib yana bu yonimiz oboy, bunda yana o'tirish zonasi, bu yon tarafimizda yana kuxniy zonasi chiroyli etib ishlangan. Kuxniy zonasini ham o'zingiz o'tib bergansizlar, to'g'rimi hammasini? Yo'q, buni maslahatini berganmiz, o'zi mebelchi bolalarimiz bor, ular ham shu ajoyib etib shu ishlarni qilib beradi. Og'alar, ko'rib turganingizdek, uylar juda ham ko'p. Hozir 20 yildan beri staj bor dedim, chunki bu qaysi uy va nechanchi uyligini ham ayta olamiz, chunki juda ham yaxshi dizaynda o'tgan. Agar siz ham uyingizni remont qilaman deb yoki dizaynni o'zgartiraman deb yurgan bo'lsangiz, og'alar bemalol shu ustamizga murojaat qilsangizlar bo'ladi. Gapa chechan bo'lmasa ham ishini juda ham o'zini ishini ustasi deb bilamiz va bemalol pastda nomer qoldiramiz, telefon qilsangizlar bo'ladi.